Bugun sizlarga kamdan kam uchiradigan 3 ta oila uchun mo'ljallangan hovlimizni video obzorini qilib beramiz. Bu joyimiz Chilonzor tumani Beshqo'rg'on mahallasida joylashgan. Orientirimiz Ipodrom bozorining ro'parasidagi mahalla bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, bu joyimiz katta yo'lning shunday yuzida joylashgan. Bu yoq tomonimizda Ipodrom bozoridan kevirish, bu yoq tomonimizda bo'lsa Sergeliga chiqib ketirish bo'lyapti. Katta ko'chaning yuzida joylashganligi uchun bu joyimizdan foydalanib, xususiy maktab, bog'cha, klinika, ofis yoki shunga o'xshagan noturar joy qilib foydalansanglar bo'ladi. Gostinitsa qilib qo'yish uchun ham juda ham ideal variant hisoblanyapti. Bu joyimizni tashqarisiga ko'rib turganingizdek, bemalol 2 ta 3 ta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Ichkariga ham xuddi shunaqa 2 ta 3 ta mashina sig'adi. Bu joyimizni fasadini eni 16 metr, joy egalari aytishligi bo'yicha oxirgacha shunaqa 16 metr deyishyapti. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlari bor. Katta bozorlarga, ya'ni Ipodrom, Abu Sahiy va Bek Baraka bozorlariga ham yaqin joyda joylashgan. Hozir endi men sizlarga hovlimizni to'liqroq ko'rsatib beraman. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda darvoza xonamizda joylashgan. Hozir aytib o'tganimdek, 2 ta 3 ta mashina bemalol sig'adi. Binoyimizning 2-qavatiga bo'lsa, bu yoqdan chiqiladi. 2-qavatga chiqishdan oldin men sizlarga 1-qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda ham, chap tomonimizda ham ko'rib turganingizdek, binolarimiz joylashgan. Bemalol yashasanglar bo'ladi yoki hozir aytib o'tganimdek, noturar joy qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma kommunikatsiyalari bor. Hovlimizda mevali va manzarali daraxtlar ham tayyor ekib qo'yilgan. Har bir binoyimizning o'zini podvali bor. Kirishimiz bilan chap tomondagi binoyimizning podvaliga bu yoqdan tushiladi. Kirishimiz bilan o'ng tomondagi binoyimizning podvaliga bo'lsa, ko'cha tomondan tushiladi. Joy egalari bu katta hovlimizni 2ga ajratib, devor tortib, yarim qismini shunaqa ijaraga berib qo'yishgan ekan. Bu yoqda yana nechtadir spalniya bor ekan. Joy egalarini o'zligi ham bilishmadi. 10 sotix 15 ta xonadan iborat deyishdi, lekin 15 ta xonadan ko'proq bo'lishi ham mumkin ekan. Bemalol kelib ko'rib o'zingizlar guvoh bo'lishingiz mumkin. Hozir men sizlarga 1-qavatdagi xonalarimizni ko'rsatib, keyin 2-qavatimizdagi xonalarimizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yoqda bitta zal va bitta spalniyamiz joylashgan. Kirishimiz bilan chap tomonimizda bitta spalniyamiz joylashgan. Bu yoqda bo'lsa katta oshxonamiz joylashgan. Uyimizni bitta 2 ta narsadan tashqari deyarli hamma mebel texnikalari qoladi. Bu yoqda bo'lsa hovlimiz uchun sanuzellarimiz joylashgan. Kirishimiz bilan o'ng tomondagi binoyimizda bu yoqda koridor, o'ng tomonimizda bo'lsa zalimiz joylashgan. Bu xonamizning oynalari ham ko'chaga va ham darvoza xonaga qaragan. Bu yoqda bo'lsa spalniyamiz joylashgan. Mana shu 2 ta xonamiz yaqinda ta'mirdan chiqqan ekan. Spalniyamizning o'zini alohida bu yoqda garderobning uchun joyi va bu yoqda sanuzel ham bor. Mana shu 2 ta xonamiz yangi kelin-kuyovlar uchun mo'ljallangan. Hozir endi sizlarga 2-qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Bozorlarning yaqinida bo'lganligi uchun bu joyimizni buzib tashab gostinitsa qilsanglar ham bo'ladi, yaxshigina daromad keladi. 2-qavatga chiqishimiz bilan bu yoqda bitta ayvonimiz bo'lyapti. Ayvonimizdan bo'lsa qolgan xonalarga kiriladi. Bu yoqda 2-qavatimiz uchun общий sanuzelimiz joylashgan. Bu yoqda bo'lsa 3 ta yonma-yon spalniyamiz joylashgan. Bitta spalniyamizning o'zini sanuzeli ham bor ekan. Bu yoqda bo'lsa katta zalimiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi ko'chaga qaragan. Hozir aytib o'tganimdek, 3 ta oila bemalol yashasa bo'ladi. Bu yoqda o'zi aslida balkonimizda joylashgan, lekin детская spalniya qilib ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Uyimizni ko'rib turganingizdek, yashash uchun tayyor holatda. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. 3 ta oila uchun mo'ljallangan hovli yoki gostinitsa uchun joy qidirayotgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.